aqldan ozdim o'rtoqlar, qaranglar. Birinchi положениyasi yo'qmi? Ketdi. Ikkinchisi. Qo'yimizda ana endi o'rtoqlar shoshmaymiz, videoni oxirigacha ko'ramiz. Qaranglar, orqasida o'zini abdufi bor. Endi shuni tiqamizda, knopkani bosib turamiz, qaranglar. Birinchi положениyaси, ikkinchi положениyaси. Qo'yimizda nima deyapti o'rtoqlar? 75 ming so'm, 99 ming so'mdan bizani videomizni o'g'irlab turib, plisosni qo'yib borishyapti. Olib qo'yib, yeb qo'yganlar o'rtoqlar, men aybdor emasman. Chunki o'rtoqlar u fake akkauntlar. Original akkauntlar mana shu Apple Box'da bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, plisosni haqiqiysi kelgan. Bu hali hammasi emas. Komplektga keladigan bo'lsa o'rtoqlar bir necha xil o'zini nasatkalari bor. Hamma nasatkalari 100% ishlaydi. O'rtoqlar misol tariqasida qaranglar, shuni ko'rsatib beramiz. Bu narsa bemalol o'rtoqlar gilam deysizlarmi, sidenalarning ustida deysizlarmi, mashina, uy, любой joyda bistri uborkalarga juda ham kerak bo'ladi. Qaranglar, yoqamiz. Birinchi положениyaсini o'zi qaranglar. Qo'yimizlar, bu birinchi положениyasi o'rtoqlar nima deyapti? Narxi o'rtoqlar degan haqiqatan moshni narxiga arziydimi yo'qmi? O'zingizlar Telegram kanalimizga o'tib ko'rganingizdan keyin aytasizlar. Xullas, narxi o'rtoqlar Telegram kanalimizda, Telegram kanalimiz o'rtoqlar profilimizda shapkasiga qo'yib qo'yganmiz. Bemalol o'tib turib ko'rsanglar bo'ladi.